Barchaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan bugungi videoda men tanishayotgan bola biza ChatGPT vs Gemini sidlar jang olamiz. Va biza videoni boshladik. Sizlar bitishga narsalar olib olinglar. Mana bu yerga xo'p hozir kiritar ekanmiz. Hammasida 10 tadan sid bor va men eng zo'r 10 ta sidni tanlab olaman. Birinchisi minus nokta minus 51 668 759 46 11 420 ve 526 bo'ldi. Endi ve bize boshladik. Mana bu haligi Java'dagi nimani bir burchakka qo'yaman. Menimcha o'sha bo'lsa kerak, bilmadim. Bu Java sidlar ekan. Mayli, boshqadan qilamiz. Hozir. Xo'p, mana birinchisi elitr 26 30 biz 808 shunaqami? Delektor 26 630 ne bo'ldi to'g'ri ekan. Biz boshladik. Mana bu sid menimcha o'xshadi. Bo'lmadimi, lekin menimcha o'xshadi. Mana o'xshabdi. Mana bu va keyingisi yana qaysi qishloq bor dedi menimcha. Spawn yonida katta jarlik bor dedi. Jarli yo'q. Mana jarli bor ekan. Endi bitta qishloqda o'zini topish kerak. Spawn yonida qishloq bor dedi. Bundan faqatgina to'g'ri, bir tarafdan to'g'ri versiyasini yozmaganligim uchun. Mana jarlik, mana shu jarlik. Qishloq topolmayapman-da shu. Mayli, bu mayli. Keyingisiga o'tamiz. Jarli bor ekan. Shunchasini va bitta pelusiga portal. Mana sandiqning og'zi mana 1 2 4 obsidian bor ekan. Mana почти to'liq ekan-da. Mana qaranglar-da. Qaranglar. Shuni olasizlar, keyin bunday qilasizlar. Bitta mana 1 2 3 mana. Va mana biz bitta qo'ysalar bo'ldi. 4 obsidianli ishi bor ekan, xolos. Mana qaranglar. Bo'ldi mana. Portal yondi. 4 obsidianli ishi bor ekan, xolos. Просто bittasini olib tashlaysizlar bo'ldi. Endi portal tayyor bo'lar ekan. Bundan ham keyingi setga o'tamiz. Qani bo'lmasam, let's go. Bye bye. Xo'p, keyingi setimizga o'tadigan bo'lsak, bu yerdan yozamiz. Xo'p, -18 -18 341 va 278 va 899 va 100
136 ve 197 ve 91 ve bo'ldi. Va endi kreativ qilamiz yana. Nu va mana kirdi. Va hozir men sidni qanaqaligini o'qib beraman. Va juda katta chiroyli biyom ekan, keyin qanaqangidir landshaft bor ekan. Landshaft nima u? Bilmadimmi, lekin boshlaymiz. Mana juda ham katta biyom. Landshaftni hozir ko'ramiz edi. Landshaft nimaligini. Not to'g'risida men landshaft nimaligini bilmayman. Spektator qilamiz. Landshaft nima ekan? Hozirmaslar. Yangi chiziqcha. Effekt. Might GHT pastki chiziqcha PC on infinite bo'ldi. Va qani bidish. Yo'da to'g'ri ekan mana. Yerda ham katta landshaft, ya'ni Minecraft deyman deb turib landshaft devoribdi. Juda ham katta, mana bunaqa kon. Voy, bunaqa konda to'g'risini men oldin ko'rmaganman. Keyin shunaqqina konga ulanib ketgan zombi bor ekan. Zombi bunaqasi bor ekan. Zombi spawner bor ekan. Tedam o'xshadi bunga ham. Bunga ham bitishga beramiz. Mana qaranglar. Metdan bitta qazisinglar, mama qotib olarkansizlar. Metdan bitta masu to'rtta qazisinglar, metga kelib olarkansizlar. Metdan ham qazisinglar, yana metga. Xullas, короче, juda ham katta kon bor ekan men bitta deb. Juda ham kattagina kon bor ekan. Mayli. Deyam o'xshadi deymiz. Endi bala keyingisi. Xo'p, siddozni yozamiz. Xo'p. 141 ve 040 plus 040 ve 353 ve 2 ve bitti. Mana ve bunda village ve portal var ekan. Mana shu yerda o'zida. Men ikkalasiga ham nima versiya bermagan. Jarli bor ekan, buni plusga kirgizamiz. Chunki bu yerda jarlik yozilmagan. Qishloq deyilgan va portal bor deyilgan. Portal ham qishloqdan ham asar ham yo'q. Bunga noto'g'ri deymiz endi. Nima deymiz endi? Noto'g'ri deymiz. Boshqa nima hamdir deysiz savolda. Boshqa nima ham deymiz? Yolg'on deymiz. Noto'g'ri deymiz. ChatGPTga rahmim kelyapti deymiz. Rostdan ham mana ChatGPTga rahmim kelyapti. Minus. Keyingisi o'tamiz. Ve keyingisi Maze Biome. Yo'q. Mesa Biome ve qishloq. Masa Biomda ben tushunmayman. 200 ve 889 ve 213. Minus var degan boshida. Ve boshida. Xo'p, nodda endi bo'ldi va kiramiz.
ChatGPT'da seti ham o'ziga o'xshagan ekan. Qaraylik. Tool Vision Spam qilyapti. Menda bola men buni yaxshi ko'raman deyman. Albatta chekasi beraman. Buni blog bor ekanda ostida. Bo'lmasam bitta tektiga qo'yganlaringga tushib ketardi boqacha. Sevardim nima shunaqa qilib shu ochdi. Mesbiyam to'g'ri. Mesbiyam shumi yo'q bilmadim u. Lekin mesbiyam nimancha to'g'ri bo'ladi. Mana shu mesbiyam. Meslar ham chiroyli. Hamma tomondan pashti yo'ralib olingan. Bitta qishloq yo'qda, bitta minus bor, qishloq yo'q. Buni 50-50 deymiz endi, nima deymiz? 50-50. Boshqa qishda sadiyamiz. Bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Pichoq. Xo'p, qaysi biri edi endi bu? Xo'p, va keyingisi juda qiziq sit va juda ko'p g'orlar va ko'pgina temir shunaqa narsalar bor ekan. Resurslar. Bunda 1 2 3 ta 6 ekanmish. Bilmadim u endi bilmadim. Xo'p, bitta juda qiziq deyilgan. Juda qiziq deyilganini men tushunmadim uni, lekin hech unchalik juda ham qiziq emas. Lekin bitta mana yerda qiziq, qalin o'rmon ichida mana turgani juda ham qiziq. Va biz yana davom etamiz bunday qilib turib. Metdan yana spektatorga o'tib turib yana night vision olamiz. Endi bo'ldi. Endi pastga tushishimiz bilan bizda juda ham katta g'or bo'lishi kerak. Mana netdan tushib ketadigan yo'l bor ekan va metdan bitta suv bor ekan. Bilmadim endi bu Javada ishlaydimi yo'q bilmadim. Lekin resurslar ko'p. Keyin bo'lsa metdan shuni qazorsizlar, shuni pastga tushib ketaverar ekansizlar. Bilmadim lekin bu yerda rost ekan. Mana katta kon, mana katta kon ekan mana. Katta kon bo'lgandan keyin bu yerda har xil resurslar, mana har xil. Bunga ham pitishga qo'yamiz endi. Nimadir deyk. Kekamiga o'ta olmos ham chiqargan. Deyman, olmos pitishga. Endi petochka deymiz. Bitta minusi bor ekan. Suvni tayyorligi minusi ekan. Eng katta minusi shu ekan. Hozirda yana bitta ko'rib chiqamiz o'sha yerda. Qani o'sha xuddi o'sha kelib chiqadigan joy. Mana. Bag'da ham bitta bor ekan-da. Metdan ham tushib ketsanglar bo'laverar ekan mana. Metdan mana katta ko'llarga chiqib ketsa bo'laverar ekan-da. Aylanma tepadan pastdan bo'lib g'alati g'orlar ekan mana. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Metdan shunday qazisanglar, metdan shunday pastga qazisanglar bo'ldi ekan. Ya'ni metdan oxirigacha o'tgandan keyin metda qazisanglar keyin bo'ldi ekan. Pastga tushib ketargansizlar keyin. Betda ham keyin suv bor ekan, suv. Korоче, mana shunaqa turib o'tib olasizlar, men bilmadim. Men oldin ko'rmagandim. Qaranglar 1 2 3 4 5 6 7
Onu bilan 8. 8 kalsiy to'la. Men shunaqa narsa ekanda mendan ham ko'p. 9. Juda ham ko'p ekan va menda spawner bor ekan. Qo'shaloq spawner. Keyingisiga o'tamiz. Juda ham qiziqarli ekan. 3 ta rostdan ham qiziqarli ekan. Keyingisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hozir bir askerlikchi boshladik. Katta daryo yonida spawn deyilgan. Katta daryo mana katta daryo mana va endi bitta katta qishloq bo'lish kerak. Endi bitta qayerdadir ham qishloq bo'lish kerak. Bo'lmasam ChatGPTga minus qilishimizga to'g'ri keladi. Mana qaranglar, bitta qishloq yo'q yana. Va yana bunga 50 deymiz. To'g'ri ham emas, yomon ham emas. To'g'ri. Nima borligi to'g'ri. Daryo yonidaligi to'g'ri ancha. Lekin bitta minusi bor-da shu qishloq yo'ligi. Keyin bunda menda ham 4 ta ayb bor. Versiya kirgizmaganligim. Mana jahlim chiqyapti. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisida yonayni. Pauza qilamiz. Deb bolalar keyingisida uchta qishloq bir joyga yaqin ekanmish, keyingisidamish. Minus 200 yo'q 214 va 3500 va 864. Buni endi keyingisi. Cheat'ni yoqmaymiz, chunki biz cheat'li o'ynaymiz. Bunda ikkinchi qismini ham qilamiz. 3 ta qishloq bitta joyga yaqin bo'lish kerak. Qayerda bo'lishimizga qat'iy nazar. Qidirishga majburimiz. Chanklar bo'ladi. Shu chanklarni ichiga ko'tarib qo'ysang nima qiladi? Shunga hayronman-da. Mana video bo'limida chanklar bo'ladi. Mana Branch'da 100 qilamiz. 18 ta chank qildim. Endi 18 ta chank qildim.
18 ta tank. 18 ta tankda. Endi demanchada ishlash kerak. Biroz qo'yapti. No, eskina g'o'r bor demagan ekan. Men bilaman. Bu nimaligini bilmadim-ku. Men oldin ko'rmaganman. Eskina g'o'r bor deganda nima bo'lardi shu? G'o'r bor demay, qishlog'i bor demaysan, g'o'r bor deganingda, katta tog'lar bor deganingda o'xshamadi. Men hozirda bola mobizenim yo'qolib qoldi qatgadir. Shunagina ekranda turgandi. Bo'ldi. Mana endi chiqdi. Hop, keyingisi keyingisi ice biom, ya'ni sovuq biomga qo'shilib qishloq ekan. Bilmadim. 12 93 ve 70 gon. Cheat'ler yoqamiz. Creative. No, bu ancha minus. No, da minus. Bende ayıpda shunaqa nima qilgan. Deb bularda hammasida g'or bor-ku. Deb kim bilmagan bo'lsa, bularda hammasida g'or bor. Bor. Bitta tushib ketgan odam yuradi-ya. Ayniqsa menga keldi. G'orlar juda ham katta. Bular bu setlarda sizlar katta g'orlari borligi uchun ishlatsanglar bo'laveradi. Menimcha ChatGPT nomini o'zgartirdi. Turib yozib qo'ygan, bilmagan holatda bilmagan. Keyingi videoda ko'rishguncha. Demayman endi. Gidana qoldi. Va jungle biom va keyingisi temple ekan. Bilmaydiganlar uchun bu xuddi o'sha yerdagi bitta temple, ya'ni butlar turadigan joy deylarmidi? Ular ibodatxonada endi. Hop. Ki 592 ve 463. 3 ve Creative. Bundan keyingi ikkinchi qism tayyorlayman. Bemalol to'g'ri. Va bunda village, ya'ni qishloq va xungiz cave system. Ya'ni g'orlar, ular bilmadim, endi o'zlaring bilib olinglar. Короче, 140 ve 49 8 ve 61 00 minus yo'q ekan. Kirib allaqachon men ko'rmay qolibman.
sit kattalik qilyapti. Ya'ni chang kattalik qilyapti. Toshkentli bo'lib ketay. Plus minus. Va endi bo'lsa, Gemini'da narsalar hozir. Deb bola hozmaslarga yozuvini o'qib berish niyatim yo'q, chunki yomon Gemini narsalar tiqtashyapti. Hamma yoqda yozganda, chekka qilib qo'yaman, bemalol o'zlaring bilib o'qib olishinglar, xullas mak. Xullas chekka qo'yib qo'yaman, o'qib olishinglar mumkin. Zoom sigla beradi, bu ham aynan zig'y qilganda. Mishki. Asabimga tegishli yaxshi ko'rishadi. 45 85 keyin 47 898 uzun Gemini. Bitta hozir Loshkeyev ichidagi qishloq, yer ostida ulkan yashil g'orda qishloq bor. Manzara shunchaki sehrli deb yozgan ekan. Mayli o'qib berdim. Bizda hozir Lush g'orni men bilaman. Lush g'or nimaligini. Lush g'orni ko'rgaligimda nimalar nima deydi? Xo'p, plastik bitta mob plastik. Ko'rganda bilasizlar. Effect as might chiziqcha vision infinite gibi. Loft life layman. Loft g'or topish kerak. Loft g'or yo'q. Geminiga bitta minus yozamiz. Mana shunday ish qilib hammasi ishlasa bo'ldi. Real chamber bor ekan. Shunisiga hijab bitta pilus. Ma'lummi? Bilmadim. Hijabida bitta pilus. Hisoblamayman men Gemini. Qo'yay, bola. Buni menimcha keyingi videoga qo'ymasak bo'lmaydi. Keluvchi, men 10 ta sidber qo'ygan deb bittasi g'alati. Bola deb hozirmasligi 2 minut. Deb bola Geminiga kirib, stedlarni kichiraytirdim. Endi men uzun setlarni yozib o'tirishga niyatim yo'q-da, hozirda shuncha uzunligini hayron qolaman-da. Ikkinchisi 9 da o'zi ekan, 9. 9 da yozilishicha Orol qishloq atrofi cheksiz okean o'rtada. Xo'p, desa kichik bir orolda butun bir qishloq joylashgan. Haqiqiy sarguzasht. Bu yoqda haligi ChatGPT'da CD emasmidi? Telegram qo'ymanda. Nimadir bor, qotib telefon. Dengiz o'rtasiga borib o'tiraman hozir. Dengizning o'rtasida bor dedi. Chanklarda deb bilasiz, sizlardan tushib oling. Telefonim qotib qoldi. 18 ta chank. Sherigimi telefoniga ham basdi. 18 ta chank. Voy, qotishingga aylanay. Mana de chank qani. 18 gacha bu 10 qilaylik. Telefonim qotishini aylanay, o'ynay. Kerak bo'lsa deb bu narsa kompyuterga ham basdi. Bu menimcha bitta pil bo'lsa kerak. Gaming Rade.
ChatGPTga ham versiyasini aytmaganligim uchun Geminiga ham aytmadim. 2dagi 3 ular 4 ekan. Hech qanaqa kichkina nimalar bo'lganiga hayronman. Hozir hayronman-da, men hozir shu narsani bitta bilasiz. Yana foydasi yo'q. Gemini bilan ChatGPT mana ataylardan qiynashmoqchi. G'alati sizlar qo'yib berib, bilmayman, ikkalasi kelishib bu yerda yozilishicha muzli chipliklar spawn bo'lgan joyingizda osmonga qarab turgan ulkan muzli nayzalar ice spikes dunyosi boshlanadi. Hop, qaradim. Yomon noto'g'ri uchun. Ya'ni muzli biyon bo'lishi kerak edi bu yerda. Versiyasini aytsam bo'lar ekan, ey. Versiyasini aytsam bo'lar ekan. Jig'imga tegibdi bu ikkalasi. Jig'imga tegibdi. Bale. Hop, to'yga keldik. Tezlashaman endi. Charchaganman. Videolarim tarixidagi eng uzun video shu bo'lyapti. 11. Kiramiz, chiqamiz, gapirmaymiz. To'g'ri endi gapirib berishim kerak. Ikki dunyo bir tomonda qizil sahro, balans. Ikkinchi tomonda esa yashil o'rmon, ranglar juda chiroyli. Gemini ham ishonavringlar. Yo'q. O'xshash kerak edi. Mashdan deb o'rmonda topish kerak endi. Qizil sahro degan Gemini Pelis bo'ldi. Men Geminiga aytib berib. Mana. Oh yeah. Bam. Kamiga de sahro ham qo'shilib. Bitishga qo'shamiz bunga nima qaranglar-da mana. Mana qarang. Sahroga o'tib ketasizlar. Yana qumga o'tib ketasizlar. Bo'ldi, endi yaxshi bo'ldi mana. Metdan mana nima qarang, bitta biyom, ikkinchi biyom va metdan uchinchi biyomga o'tib ketishingiz mumkin. Shu yerda o'zidan. Kamiga mana qarang, hozir ko'rsatib beraman. Uchinchi biyomdan so'ng metdan 4-chi biyomga ham o'tib ketishingiz mumkin. Mana shu 4-chi biyomga kiradi. Mana bu 5-chi biyomga kiradi. Mana bunaqa biyomchalar. Kamiga iliq dengiz ham bor edi. Gerçi tan berdim bitishga. Keyingisi 19. Bu qatdan o'qib beryapti deydiganlar uchun telefon oldim-da. 19 bo'ldi. Va bunda yozilishicha ochiq kanyonni bilmayman. Yer yuzasida ulkan yoriq bor. Uning tubida olmoslar va oltinlar ko'rib kelishingiz mumkin. Deb bo'ldi. ChatGPT bergan sit bunda ham bor ekan. 3 dona olti bor ekan bunda. Yo'q, bitishga. Bo'ldi mana. Yer yuzasidagi ulkan g'or. Biz hozir zo'r seyf qilamiz. Alam qilayotgan sheydirim yo'qligi. Eng zo'r seyf qilishgada mana shuni hozir maqsad bilan. Keyin montaj paytida ko'rsatib boraman bolalar. 1 2 3 ketdi. Hozir. Vai tomando, vai tomando, mergulho no mar, ei! Putaria em Medellín. Safe o'xshadi. Musiqalar bilan qo'yib sizga ko'rsatib beraman. Keyingisi, xo'p, 6 ga keldik. Bittasini ayirib olsa ham bo'laveradi. Chunki hozir sinab ko'rdim-da bittasini. Keyingisi 3 dona 2. Bilmadim, endi o'xshasa kerak. 1 2 3. Boshladik. Xo'p, bunda yozilishicha pushti vodiy, ya'ni cherry biyom. To'g'ridan to'g'ri yangi cherry blossom. Olcha gulchalari biomasining qoq markazida paydo bo'lasiz. Cherry biyomda markazda paydo bo'lishimiz kerak. Va lekin bu qishloq
bu qishloqda devyapman. Bu yerda qishloq bor ekan. Nimaga ChatGPT shu signalni bermagandek hayronman-da. Babiramda Gemini biroz kechroq anglaydi, lekin juda ham zo'r. Lekin prosta suhbatlashib nima qilgani ChatGPT zo'rroq. Mana bu narsani deb bola hech kim qila olmaydi. Qaranglar. Mana qilib bo'lmaydi mana. Faqatgina spam bo'lishi mumkin o'zi. Bundan boshqa hech kim spam qilmaydi. Keyingisiga o'tamiz. Bu ham o'xshamadi. Minus va 8-inchisi 45. Hozir 45 ligi aniqmi-da? 45 ekan. Hozir. Xo'p, tog'li qishloq uylari shunday baland tog'larda joylashganki, ular bulutlar ichida qolib ketgan. Короче, hozir sinab ko'rishimiz kerak. Ya'ni bu yerda hozir tog' bo'lishi kerak. Mana qaranglar, bittagina snowy biyom. Qo'l bitta biyom mana. Bitta biyom, ikkinchi biyom, uchinchi biyom. Uchta biyom bitta joyda. Mana qaranglar, bitta har bitta biyomga challenge bajariladi. Mana qaranglar. Hozirda sizlar 2 dona biyomdan o'tdilaring. Keyin bo'lsa 3-biyomga o'tdilaring. Mana bunisi 4-biyom. 4 ta biyom bitta joyda. Bunaqasini olmay ko'rmagan. 5 ta biyom. 5-biyom mana bu. 4 ta biyom. Menimcha-da. 4 ta biyom bitta joyda. Men buni hech qachon eshitmaganman. 4 ta biyom bitta joylarga bitta mak garchi 6-biyom men bu. Men bu 6-biyom. Ko'rishlar mumkinki rangi boshqacha. Biroz kulrangroq. 6 mi yoki 5 mi garchi. Lekin qishloq yo'q ekan. Eng alam qilgan qishloq yo'q. Shunchalik chiroyli biyomda. Bittagina qishloq bo'lsa, unday nimaga? 6-biyom. To'g'ri eshitdilar. Mana bu bilan 6-biyom bo'ladi. 7-biyom. What the fuck is that? 7-biyom. 7-biyom. 7 ta biyom. Agarda bizda qonunni ham hisoblasak, bizda 8 ta biyom. Qonunni ham hisoblasak, bizda 8 ta biyom bor. Lekin bye. Bittani o'xshamay qoldi lekin lekin 8 ta biyom bor. Qonunni ham hisoblaganimizda yo'q deyman-da. 13. De hop yer osti dunyosi spawn bo'lishingiz bilan oyog'ingiz ostida eng katta qadimiy shahar Anisent City joylashgan bo'ladi. Ya'ni Vardenning uyi. Balo deyapti. Keyingisi 10. 1. Birinchi raqam dedi. Bu bilmadim endi o'xshaydimi yo'qmi? Bunda yozilishicha klassik lekin g'alati. Eng birinchi raqamli sit bo'lishiga qaramay unda noodatiy daryolar tizimi mavjud. Ya'ni juda ham g'alati daryolar bo'lar ekan. Mana shu yerda. Bo'ldi, shu eng oxirgisi finalniy bosqich. Hozir ko'ramiz. Ya'ni juda ham g'alati daryolar tizimi mavjud bo'lishi kerak. Shu yerlarda. Menimcha daryolar tizimi. Server boshlig'i dedi-yu. Buni menimcha daryolar tizimi deyiladigan bo'lsa, daryolar tizimi to'g'ri ekan. Agarda daryolar tizimini mana bunaqa deyiladigan bo'lsa, bu noto'g'ri ekan. Juda ham g'alati ekan. Bilmadim endi. Elik deymiz. De bola hozir durang hisoblanyapti. Ikkalasi ham yo'lga ketgani yo'q. Durang. Kak durang bo'lyapti. Keyingi videolarda ko'rishguncha, men qaytib keldim. Barchaga xayr, sog' omon bo'linglar.